Короче, chiqqan odamlarni olib ketyapti. Короче, reyd boshlanibdi. Hammani olib ketyapti, короче, jadvalda. Rossiyada ishlab pul topadigan akalar, ukalar diqqatiga, jonim akalarim. Melisa bosyapti, red juda qattiq bo'lyapti. Dokument enasini eshaysin, narxi ham zaminga qarab uchib ketdi. O'zingizlar ko'ryapsizlar, bilyapsizlar, non topib yeyish qiyin bo'lib ketdi Rossiyada. Birovni cho'ntagidan 100 rubl olishni o'zi bo'lmaydi. Qiyin akalar, musofirchilik. Tushunamiz, bilamiz, ko'ryapmiz, eshityapmiz, chustuvit qilyapmiz. Shularni diqqatiga. Juda ko'pchilik bolalar noliydi, Melisaga tushib qoldim, 15 ming rubl pulim oldi, 20 ming pulim oldi qilib molga o'xshab kvartiraga qaytib keladi, yo bo'lmasam ashadda o'zidan deport bo'lib, yo bo'lmasam turmaga tushib, ko'chalarni supurib, keyin uyga ketayotgan bolalarni ham ko'ryapmiz. Sizlarga oddiy lifehack, shu Melisaga tushmaslik yo'li. Agar kiyib olgan kiyimlarga ozgina qaranglar, bilaman dokument qimmat, bilaman kvartiraga to'lash kerak, bilaman uyga pul chiqarishga g'amimiz ko'p. Lekin mashalarni ham eplab, oshinib, uyga oshinyapmiz, boshqa qilyapmiz, dokument qilyapmiz. Pul ketib qoladi, aytadi-yu. Pul bo'lsa ketaveradi, yo'q bo'lsa yetaveradi deydi-yu. Asha enenimgir Melisaga unga bergan pulimizga shu ustimizga bitta sal kengroq futbolka olib, bitta shalvar olib, bitta ketami, krasopkami olib, nefer bo'lib olinglar demoqchi emasman. O'zinglar ozgina bitta ochki taqib, maskirovka qilib olinglar. 10 ta to'da bo'lib yurasizlar, keyin Melisalar keladi, ushaydi. Go'shtdek ko'rinamizda, Melisalarning ko'ziga biz go'shtdek ko'rinamiz. Ana o'zbek, ana tojiklikda boradi, bitta ushaydi. Kimdir 10 tadan 5 tasini dokumenti chatata jalab. Shuning uchun akalar, bu gapirayotgan gaplarimni to'g'ri tushuninglar, to'g'ri ma'noda tushuninglar. Men bo'lishadigan bolaman, bo'lsa o'zimiznikiga bo'lsin deyman. O'zim ham o'zbek emaslarga o'xshagan, men qaqatishda yuribman, men ham mana tirikchilikda ko'yda yurgan oddiy bolaman. Bilov yer emasman. To'g'ri tushuninglar gapirayotgan gaplarimni. Kiyib olgan kiyimlarga ozgina e'tibor beringlar, iltimos sizlarni. Olimpik ishtonga ham jalab 3-3li lakronni tuflilar kiyib olasizlar, keyin jalab Melisaga 20 ming berib chiqdim, oqchi bo'ldi, ko'chchi bo'ldi deb nolingizlar. Birinchi akalar o'zingizlarni jichcha epaqaga keltiringlar, ochki taqib olinglar. Yosh bolalar bo'lsa, ko'ynak haligiga beji qilib, maskirovka qilib metrolarga tushsanglar, itam ushamaydi sizlarni. Bitta o'zingizlar yo bo'lmasa ikkita bo'lib addenni yuringlar, red qilib sikka olyapti. Amini beliga tushib yuboryapti jalab. Red olyapti. 2000-3000 rubl ketsa shu narsalarga. Jichcha akalar, tashqi ko'rinishinglarga e'tibor beringlar, bo'ldi. Melisa ham tegmaydi, boshqasi ham tegmaydi sizlarga. O'zingizlarga ozgina qarab yuringlar. Galab.